Bugun sizlar bilan Oktagonga emas, mebelchilarga sifat bo'yicha vizit tashlamoqchi ukamiz bilan gaplashamiz. Go! Odamlar ham ajoyib. Oktagonda bir-biriga jang uchun vizit tashlaydi desak, bular mebelni sifati bo'yicha ham vizit tashlab yotishdi. Assalomu alaykum. Salomatmisiz aka? Yaxshimisiz? Bu mebellarda sifati bo'yicha har qanaqa holatda vizit tashlayman debsiz. Sifatiga javob bera olasizmi? Albatta aka. O'tirsa o'rtasi poq etib tushib qolmaydimi? Yo'q. Garajga o'xshab? Yo'q, 5 joli. Xo'p, buni sifatini qanaqa darajada siz baholay olasiz, qanaqa darajada sifatiga javob bera olasiz? Sifatimiz aka 3 yildan 5 yilgadir bemalol garantiya beramiz ishlarimizga. O'zimiz tomonidan bironta bo'ladigan bo'lsa, olgan klientimizga o'zimiz yana qaytadan servis xizmatlarini ko'rsatamiz. Xo'p. Mana 3 yildan 5 yilgacha akamiz garantiya beryapti. 3 yildan 5 yilgacha agar o'rtasi garajga o'xshab tushib qoladigan bo'lsa, akamizni kelib o'tkazib qo'yasizlar yoniga. Xo'p, aka, qanaqa o'lchamda bo'lsa qilib beraverasiz buni? Shunaqa aka. Xo'p, ranglari, sifatlari, ko'rinishlari o'zi aytgandek, klient aytgandek qilib beraverasiz. Shunaqa. Siz bilan narxni talashmayman, boshqa talashmayman. Dastavkalar qanaqa? Bizni obunachilarimizga Andijon shahar bo'ylab dastavkani tekin qilib berasiz. Sizga ma'qul bo'ladimi? Sizlar uchun talashsam, sizlar uchun shunaqa qilib kelsam, kelmaysizlarmi? Mana hozir Andijon bo'ylab sizlar uchun dastavkani tekin qilib qo'yapman. Dastavkani tekin qilasiz, o'lchamlarni hammasini qilib berasiz, sifatga javob berasiz. Bo'ldi aka. Andijonlik bolalar nomidan chiqinglar, akamizga mebelga kelinglar. Har qanday o'lchamda, har qanday turda va har qanday rangda mana shunday mebellarni uylarga sotib olib, yelpig'ichda onaxonlar o'tirib olib, keliniga ish buyurib, choy damlab o'tirish uchun onaxonlarga olib beringlar. Taklif qilamiz.